4-ci qism. Tamakxanadan ayrılıb, endi maşının yanına kelişimizge tamakxanadan birisi to'lg'an ovoz anlanib qoldi. Ay, aka! Aka, qarang! Tamakxanadan bayıqı mulozimatchi qiz biz tarafga qarab to'layotdi. Mamma! Dedim o qizga savol nazarda qarg'ash. Ha, aka. Yanfoningizni unutib qaptikansiz, ep chiqqan edim. Voy, unutib qaptimanmi? Rahmat. Dedim, men qizning qo'lidagi yanfonimni olg'ash. Arzimaydi aka, yana kelasiz. Ma'qul. Yanfonni elib mashinaga chiqishimga G'affarning og'zi yana ichadi. Voy, Shirali. Yana kelasiz deydi-ku, avi qizchaq. Sana ko'zi tushgan o'xshamamdi adash. Voy, nimalarni deydigansan G'affar? Mulozimatchilarning doimliq deydigan gapi-ku u. Lekin za adash. Qiz bola, ras odamning ko'zining yig'ini yeydigan deyma, yig'ini. Qara, yerisi suv shishidek. Ko'zlari jo'q, qop-qora digina. Voy G'affar, qerig'ini qeri tatoq. Bayanning yozi tamoq yemay, osh qiz bola qarab o'tiribsan digina. Dedim, men G'affarga chaqchaq qilib. U qiz ayramxonaga necha qatim kirib chiqqucha, menga diqqat qilgan edi. Haqiqatan G'affarning deganidek edi. Ammo menga hamma qizlar baribir bo'lg'ash, ancha nazar silib ketmagan edi. G'affar, sen bundoq yurgining bilan o'yanning xomini qatlig'a o'xshaysan, ha? Lekin hozirgi qiz bolalar bog'u, girim bilan chirog'ning nurida shundoq chiroyli ko'ringani bilan, shundoq girimini yuysa, Allohning o'zi bo'ladi deyman. Hey. Vallahi kichikda mana, ha? Kechida chirog'ini o'chirvasan, uning chiroyini ko'ramsan, ha? Ayollarning hammasining bog'u Başning tevini o'xshash deyman adash. Shunga chiroyiga kunduzi qarab ko'zingni ustini o'ttirsa. Kechisi degan hammasi o'xshash. Hey. Ha? Bayan mantaning gapini qilsam chatoq yo'q demaysan, ha? Hey, men seni bilmamdim-a? Sen-chi hamma salodi bor deyman. O'zing biladigan bir yoqqa haydamamsan, ha? Deb set bir hijaydi. Baramdoq, maqadash, shuningim to'yasan bir kuni. Shundoq paranglar bilan bu qaynam tashqiliq shaharning bag'riga singib ketdik. G'affarni shundoq necha kun o'ynatib, oxiri uzitib qo'ydim. Uzitib qo'yibla, dedim. Oradan necha kunlar o'tib bir kechagi mashinamni haydab ketib boratdim. Xaridam yo'q edi. Shundoq ketib bo'lsam, oldimda bir qiz mashinamni to'sib qoldi. U qiz mashinaga chiqqandan keyin qarasam, menga behil tonish kerak. Kimda endi bu deb o'ylanib ketdim. Nega borsiz? deb so'radim, men qiz bilan ozroq paranglshay deb. Parij muzikalik klubiga apirib qo'ysangiz. Dedi u yoqma darhalla. Bumi dibachi o'xshamamda. Dedim, ichimda beshini yengil g'ingshitqash. Shundoq bo'lsa, bir tunishib qo'ysam bo'lamdi nima? Men shu o'ylar bilan, qo'lim rolda bo'g'ini bilan ko'zim qizg'iz sapsilib qarmoqda edi. Voy, tunishlig'isiz. Uni qop-qora ko'zlarida tunib oldim. Siz yiliqi Baharbog' taomlaridagi mulozimatchi qiz shu-g'u. Keyin yiliqi mening telefonimni ep chiqib bergan. Ha, men shu qiz shu. Asali tunib oldingiz, ha? Dedi u qizmi tabassum bilan menga qarab. Bir kitta ko'zimiz tursa tunmasak bo'lmas. Kech bo'lganda o'ynag'il menga o'xshamamsiz. Ha, birdam o'ltirib kelay deb mangan. Voy, menmi davomli unaq so'rlarni qamayman bo'lmasa? O'jamsizni ko'mibdikan ha? Men anda sanda boraman shu. Ham sizlardek bolalar bizga diqqat qilatdinglarmi?
burun diqqat qilmagan bo'lsam, endi diqqat qilsammi kechikmasman? ixtiyoringiz. Nima degan gapingiz bu? Hech nima, deyman-ku endi. Bu yerda undaq deb qo'yganingiz bilan lap-lup chiroq yo'rig'ida bizlarni tanimay qolasizmi-ki? Yana kelib mening undaq yerlarda jiq odam bilan o'ltirish bilan ancha xushim yo'q. Shunga o'zim yolg'iz berib, yolg'iz o'ynab kelaman. Voy, undaqda o'xshashganmiz-ku. Men shu tanha. Shunga yolg'iz berib, ish-pushqimni chiqarib kelaman shu. Men qasddan yolg'on so'zlab o'tdim. Amaliyotda nadimi yolg'iz boray? Zaka og'aynilar deb tonish qilib uzun bo'lgan bolalar. Ularning shundoq ichib-pishib qolsa, bir-birimizni agashtirib ketadigan bolalar tursak biz. Aras. Ismingiz nima bo'lib ketdi? Havogul. Havogul. O'zingizmi sap havodek go'zal qiz bola ekansiz. Uylarimizni qatnashaylik. Qarang, bu da bir mo't kelganda birga berib o'ynab kelamiz, ha? Shu vaqtda bilasiz meni qadaqligimni. Ma'qul. Qog'imni ko'rimiz-ku. Sizdan undidar nomingizni men qochirib olay. Sizga afsuski. Men undidar nomerimni aytib berdim. Aras, o'zingizning ismi nima bo'lib ketdi? Endi taksichi deb chaqirib qolmay yana. Kamilaning muborak ismi Shirali. Shiralijon deb chaqirsangiz bo'ladi. Ma'qul. Siz izdimisangiz men izlab qolaman-jimi? Shu vaqtda to'lmasga selib olamsiz, deqi ko'rimiz-ku. Voy, anda salada yo'qchima biz. Va'da qilganmiz, jon chiqib ketsin o'rindaymiz. Avval bir aloqalashaylik. Ahmaganda qog'in deyshamiz, ha? Shunda qarorlarni qilishib, kirib olib kelib qoldik. Tushadigan chog'da u kratulni tanib turibdi. Havogul, nima ish qilyapsiz deyma? Siz bo'p, men bo'p pul tanlab yuribsiz, ya? Voy, sizmi odamni xijil qilmang. Tijliqma deb qo'ysam 5 tangamni ba degandek ish qilsa qanday bo'ladi? Bu da bir gap bo'lar, ha? O shundoq debla pulni tashlab qo'yib tushibdi. Xo'shamsa, kelar qaytib ko'rishamiz. Men shundoq deb ketib qolgan Havogulga qarab turib qoldim. Ma'vo o'zimdagi kelmam do'nima. Boshqalar bo'lsa bo'chaqchi suyni chiqarib ketadi. Bo'pti, biz deganchima har kuni qizlarni indek keltirgan Shirali deb qo'ydim. Men tushundim. Yana kiratatib Nakchilarda uyga kirdim. Uyga kirib yantimni qarsam, bu shirayinda bir chiroq boshida bir qiz turadi. Darhol qo'shdim. Ayol o'tmayli qo'shvag'alib o'tirish kelib, orqadan salom yo'llagan bir chiroq ifodasi keldi. Men uningga yarasha bir ifoda yo'llab qo'ydim. Uning do'stlar chemberga ko'rishga boshladim. Uning do'stlar chemberga saqlab hasrat jumlalarni qo'shib ketgan bo'lib, o'zining g'amkin, azoblangan holdagi suratlarida qo'shib chiqarib qo'ygan. Men birdan shularni ko'rib uxlab qoldim. Oradan xeyli kunlar o'tdi. Pat-pat uning do'stlar chemberga qarab chiqqan mazmunlarga yurak berib qo'ygandan boshqa qaralmashmadi. Mencha bunda qizlarga asta-asta yaqinlashmaganda o'rkitib qo'yadi. Boshqa qizlar bo'lsa, kunda necha qatim uchun yuzib, sherin shikar gap qilib, so'ralarda bili o'yinib keltirib bo'ladi. Hammadan muhimi, ular yeb qochar qadamlar. Bizning nimaga qiziqib qolganligimizni biladi. Ancha tortishib ketdi. O'zim bir kunni xushal o'tkazsa, shuni xush bo'lishadi. Havogul bo'lsa, endi 22 yoshlarning qarshisida olgan peti buzilmagan chiroydan qaraganda kishiga to'y qilmagandek tuyg'u beradi. Do'stlar chamberga qarshi muhabbati tashlab o'tgandek, birari uchun ozodlanayotgandek edi. Qandaqli bo'lmasin, men birin o'ynab yurgan boshqa qizlarga o'xshamaydi. Bir kuni kechda to'satdan bir nomerdan telefon keldi. "Voy, yaxshimi? Kim o?" debla telefonni oldi. Yaxshi. Men Havogul. Unutib qoldingizmi, ya? Havogulmi? Voy, qarang, boshqa ishni unutib qolsa qolamizki, sizni unutib qolmaymiz, juma. Havogul, men sizga telefon qilay deb turgan texi. Voy, shundaqmidi?
shu kuni nomeringizning aytib bergan peti yo'qolib ketdingiz. Telefon qilmasangiz nomerim yo'yilib ketgan o'xshaydi debdiman. Bugun vaqtingiz bo'lsa Parij kechasida birdan o'tirib kelaylikmi degan edim. Ha, bo'ladi, chatoq yo'q. Ne deraksiz? Men shu yerga boray. Men shu bahor bog' taomlarining oldida shu yerga keling. Ha, ma'qul, bag'ani ko'rsaylayamsa. Ma'qul. Men ayolashmayla tamoqxonaning oldiga kelib, havo gulni epmoqdim. Klub ichi rangdor bezalgan. Rangdor chiroqlar lapildab turadi. Kechki faoliyat boshlanmagan. Sahnadami hech kim yo'q bo'lib, faqat lirik muzikalar chiqib turadi. Ishkaylan sahnaga yaqinroq bir o'ringa kelib o'ltirdik. Har xil sovuq ichimlik, ushaq yemeklarni buyurtib, muzikaning chiqishini saqlab o'ltirdik. To'satdan Havogul yanjog'idan uzun bir til tamakini chiqarib, bir nimaga tangladi. Voy. Nima ishni ko'ryapman men? Voy, hech emas. Shu bu tamakigo bilmaydigandek bir deb ketdingiz ya. Ba'sami chekmaysiz aqchan qizlarning tamakisini. Tamakini tunayman. Ammo sizni tunayolmayapman jima. Akilama, bir talni tarjeksheli, dedim men hayron bo'lib. Ishkaylan bir taldan tutashtirib chekishdik. Havogulning tamak chekkandagi chiroyiga qardim. U xuddi tamakin o'chibadek kuchab sho'raydi. Ko'zlaridan egri bir hasrat azobining purqi chiqib turadi. Havogul, qarsam ichingizda boshqalarga aytolmaydigan dadingiz boda qilamdi nima? U egri bir tinimatdi. Ko'zingizga dadi bodek ko'rnamdi ekanman. Shuningroq ko'rdim hamdi. Qizlarning tamak chekkini ko'mabdi ekanman. Shirali. Tamak chekkinini ko'magan bilan haraq sharab ishkinini, yana boshqa ishlarni bak ko'ygandek qilasiz. Ko'magan desam, yolg'on bo'lib qoladi. Hamda lekin siz boshqalarga o'xshamaydi ekansiz. Shu o'xshamayman, bora-bora bilib qolasiz. Undaq bo'lsa, biradni ichib qo'yamdik ya. Dedim men uningga nima deydi ekan deb qiziqib. Aningga kam bo'lajima, mushuning diraq turib turay. Demismi, men nechil shahar ko'chasida o'ynab yurib, har xil har yangi ishlarni, kishilarni jiq uchratdim. Ularning oldida Havogul nemiti. O'g'illar bilan baslashib ichidigan, tasodifiy jidal bo'lib qolsa, har o'g'il bolalarning og'iz burni qon qilib yetadigan. Og'izdagi gaplar kishining o'tini yerib o'tgudek sesiq. Mana mushunday qizlarni jiq uchratdim. Uningga qaraganda Havogul xili tuzuk ko'rinadi. Mening xiyolim boshqa bo'lg'achqa hayron qolg'ida qiyofatga kirib olgan edim. Bir hazardan keyin muzika chelindi. Mayli usul muzikasi bo'lsin, disko muzikalari bo'lsin, tansilar bo'lsin. Havogul hech qaysidan qolmaydi. Tansi o'ynab qolsa, pirqirtib menmi yetishmay qoldim. Usul tanslarni biraqor o'ynab tushgandan keyin u men qarab udula etdi. Shirali, men bilaman, siz jiq ish ko'rgan, ko'p qazonlarda qaynab chiqqan bola. Hozir meni tushunmay qelyapsiz, a? Sizga bir gapni dey. Meni burun o'ynab yurgan qizlaringizga hargiz o'xshatib qolmang. Ham o'xshatibmi bo'lamaysiz. Beşinci qism. Hozir meni tushunmay qelyapsiz, a? Sizga bir gapni dey. Meni burun o'ynab yurgan qizlaringizga hargiz o'xshatib qolmang. Ham o'xshatibmi bo'lamaysiz. Men o'zim endi 20 dan oshgan bo'lsam-mu, o'g'illarning shirin shikar gaplariga aldirab aldinadigan qizlardan emas. Sizning ba'zi mijozlaringiz menga yarab qolgan bo'lg'ashqa, sirdosh bo'lib o'tayli debla bugun bu yerda birga o'ynayapmiz. Boshqa maqsadlarni ko'nglingizga pukib qolgan bo'lsangiz, u vaqtda men hargiz yoningizda bo'lamayman. Tushundingiz? Havogul gaplarni qilib bo'g'icha og'ziga qarab turib qolibdi. Qo'pqa, meni opirib qo'ying, dedi u mening ho'ngiqib turganimga qarab. Ha, to'xtab turing. Amsi men hisobot qilib kelay.
Hisobatni aldibiron qilib bo'ldim. Men saqlab bo'ladi Shirali. Shundaqmi? Qachonning yozi hisobat qilib keldingiz? Menga bilindirmay qilib kelibsiz-da. Bek chaqqanmi ya? Men sizni chaqirgan ekanman, albatta men to'layman-da pulni. Ma'qul. Undaqda mening nesi qog'oz tursin, ha? Menga undaq qilsa. İkeylen şundaq ko'ngillik o'ynab klubdan ayrildik. Shu bir qitimliq ko'rishishdan keyin ikeylarning munosabati yiqilishib ketdi. Bir yillargacha shundaq so'rinlarda o'ynab yurdik. Bu jarayonda men uningga kundan kunga amroq bo'lib qolgan edim. Bu amroqliqim hargizmi jinsiy istak sababidan emas edi. Balki oqsingillardek, sirdosh do'stlardek amroqliq. Havagül'ün özgüçü mijazi, qizlardagi esil taraflari, mardligi, gepi ochiqligi mening maylimni tatmoqda edi. Shunga ko'p o'tmayla uni sallab chaqirdigan bo'lib oldim. Tunji muhabbatdan azar yegan ko'nglim. Qizlardan rayimni sundirgan bo'lsa, keyingi faqat jinsiy istakni deb qizlarni izlaydigan hayvoniy yo'ldan asta-asta qutulib o'tdim. Bo'libmi, uning azobli kechmishlarini anglag'animda, uningga bo'lgan hisdoshligim, mehr muhabbatimning qudrati sabablik uni xuddi o'z singlimdek, eng yaqinimdek ko'rdigan bo'lib qolgan edim. Odam ba'zida qaynoq jo'shqinlikni seg'inib, ichidan urg'ib chiqayotgan hislarni usul diskolardan olsa, ba'zida bo'lami kishiga tetamay, jimjitlikni, timtoslikni xolab qoladi ekan. Jimjit o'ltirib ko'pkik osmondan güzel tabiatdan, shildirlab eqiyotgan sulardan huzur og'usi keladi ekan. Harg'an, cheriklashgan jismini shu chilliqdan, tabiiylikdan ozroq bo'lsa-mu yuyug'si keladi ekan. Shunda qaynoq kunlarimizning birida Havagül bilan shahrimizda yangidan yasalgan shimoliy ko'llikka sayli qig'il chiqdi. Mo'l usulliq kuzning bosh payatlari edi. Shimoliy ko'l shahar markazining shimoliga joylashgan bo'lib, qadimiy Tuman daryosining yendi edi. Sunniy yasalgan tog' usti xili egiz bo'lib, yop-yeshil ko'rinadi. Havagül bu manzarlarni ko'ribla, xuddi kichik bolalardek oldinda yugurib, yog'ochdan yasalgan paysoqlardan ustiga chiqib ketib boradi. U xili egizga chiqib bo'lgandan keyin mening yana tuvanda ishkanligimni ko'rib, kuchlik to'ldi. Shirali, bo'ling, qarg'a, usti nima degan go'zal. Men yana o'z padamda oldirmay chiqib o'tdim. Nimandoq oldirmaysiz? Men oldirgancha misildaydi ekansiz, bo'ling, dedi u ozroq xafa bo'lgandek. Voy, Havagül, nimaga oldiraydigansan? Oldirmasangmi o go'zal manzarlar bir yoq qechib ketmaydi? Bizning bugun bo'lak ishimiz yo'q. Shundoq bo'lsa-mu tezroq mangmamsiz deyman. Mening o tezroq mang'im bor edi. Endi qirib qolgan o'xshamamdiman. Shuni sizlar yoshlardek tang minib bo'lolmayotgan chig'im bor. Bugun bir rost gapni qildingiz-a? Qirib qolgan bo'lsangiz-chi, keling, men yelib olay. U shundoq deb kelibla meni qo'ltiqlab oldi. Ikkimiz qo'ltiqlashib tog'ning eng yuqorisiga chiqdik. Tog'ning ustidan qarag'animizda Tuman daryosi, daryo atrofidagi qumushliq ko'llar, yiroqdan qaraydigan bo'lsak, hayvat qadimgi shahar, egiz munori aniq ko'rinib turadi. Yo, ajab go'zallashib ketibdi. Qara Havagül, biz kichik vaqtimizda mushu tuman bo'yida o'ynab cho'ng bo'lgan. U vaqtda nemish bo'lgan keyin tang sesiq yundilar oqatdi. Bu yerlarda av ko'llarni ko'rdingmi? Hammasi sazliq qumushliq edi. Mush shaharda yashab turibmi, mushundoq go'zal yerlarning borlig'ini bilmay yuribdik desa? Shuni dang, men bu shaharda yashayotgani 3-4 yil bo'lib qoldi. Bu yerga tunji qaytim chiqishim. Shaharimiz haqiqatan go'zal bo'lib ketibdi, juma. Ishkaylan sap havodan to'yg'ichi nafas og'ish, yiroqlarga nazarimizda og'dirib, go'zal shahar manzarasidan huzurlanmoqda edik. Havagülning chiroyli bir jup ko'zi uzun kirpiklari ostida nurlanib ketgan edi.
oppoq qosh teshidek suzuk chiroyiga qip-qizil lavlari husn qo'shib turadi. Go'zal chiroyi zilva bo'yiga qaragan kishi uni kichiklik qiz bola deb qoladi. Menmi uning oldida haqiqatan chinib qoladi. Menmi o'zimni tuzashtirib, kiyimlarimni qirlab chachlarimga chang to'zitmay yurganim bilan, chashqa chang qo'nmagani bilan oq so'rimayli kirib oldi ekan. Aynak sinjilab qarag'animda ro'shan qo'riqmi ko'rinib qoldi ekan. Gerçi shundoq ko'rinsa-mu, Havogulni uchratgandan beri uning bilan tunji muhabbat qaynama g'arq bo'lgan yashqimga qaytib qolgandek his qilmoqda edi. Havogul yiroqlarga nazar tashlag'ach, yengil bir ufsindi. O, nimalarni o'ylayotdi ekan tang. Xiyollarni bilib bo'lmaydi. Havogul, ajab bir ufsinib ketding-ku. Nimalarni xiyol qilyapsan? Shirali, ishkaylan bu yerda shunda xushal yuryapmiz. Lekin men yurtimda qolgan jafokash onamni xiyol qilyapman. Ular hozirning o'zida nima ishlarni qilyotgandi deb o'ylayapman. Men uchun ko'p ajr qilgan emasmi? Ularni pat-pat yo'qlab turayotgansan? Uyingning oliqi bek yiroqmi emas-ku? O'g'u shu. Sizga aytib berman deb aytib bermabdiman rost. Xohlasangiz o'z kashmishlarimni aytib beray. Aras. Ishkaylan davomli uchrashganda bir yerlaring bir qandoqdek his qilibdim. Asli sening kashmishlaring qizg'idi ekanman. Seni texmi tushunsan deb o'ylaydi ekanman emasmi? O'rindiqda o'tirg'ach, kashmishingni anglayli. Ishkaylan yengil qadam ilishib ko'rinib turgan yog'och o'rindiq tarafga qarab mengishdi. Havogul o'z hikoyasini mundoq boshladi. Mening tug'ilgan yurtim yap-yeshil go'zal yeza, Jamol terak edi. Men kichigimdan tatib, boshqa bolalarga o'xshashla g'amsiz, kapsiz, sho'x o'ynab cho'ng bo'lgan. Ota-onam o'zlari jafo tassimu, achi uqi ishkaylarni boshqalar oldida chandırib qo'ymaslik uchun ko'p tirishadi. Go'zal mahallamda ota-onamning illiq qo'ynida arki o'sgan tay kabi o'ynab cho'ng bo'ldim. Asli kishi cho'ng bo'lmasa bo'ladi ekan. Hamma ish bak tez cho'ng bo'lib ketganimdan boshlandi. Dadam men kichik vaqtimda bir qatnash voqeasi sabablik teni ojiz, kasalman edi. Inimga qarsam, inim kichik. Shunga to'liqsizni putiribla maktabdan chiqib elib, etizeriqning ishlarini o'z zimmamga oldim. Mayli katman chepish bo'lsin, mayli suv ichishlar bo'lsin, hech bir o'g'illardan qilishmoqdak edim. 17 yoshlardan eshib, o'sin jamolim rang tuzab, hamma o'g'illarning oldidan o'ssam qayrilib qaraydigan bir qiz bo'ldim. Shu bir necha yil ichida o'g'illardan nechasi qanot so'rabmi ulgurdi. Lekin men hech qaysiga tutuq bermay yurdim. Shundoq bo'lsa-mu bir nechasi mendan umid uzmay yuratdi. Shundoq kunlarning birida to'satdan yuz bergan bir ish mening keyingi hayotimni butunlay o'zgartirib o'tdi. Havogul yiroqlarga nazar selib, cho'nqir bir tinib oldi. Shu kuni mahallamizga suv keldi. Kunduzi shundoq terajigan bo'lsam-mu, bizning etizga suv o'tganmidi. Amal bo'lmay kechasi suv ichishga to'g'ri kelib qoldi. Onam bilan birga chiqdik. Suv qo'shnilarning etizga kirib o'tdi. Onam men bilan birdam turib yiqibla, dadamga qarab qo'y deb uyga kirib ketdi. Men birdam yolg'iz qoldim. Shu arada qayoqdan paydo bo'ldikin tang, mahallimizning bir necha yosh bolalari paydo bo'lib qoldi. Ular men tarafga kelib menga gap tashladi. Havogul, bu kechada o'zing yolg'iz suv ichib qolsan-ku. Birga suv ichib beraylik deb keldik-ku. Menga suv ichib bermsanglarmi-chu, o'zim ochalayman. Davomli o'zim ichayotgan suv bu. Dedim men ularning masxira va shahvat aralashgan sovuq talatini ko'rib. Voy seni bey yolg'izga qo'qqis kelib qolmsin deb mening kelishimiz. Unchalik to'ntagimsan bo'ldi. Birdan mongdishilay unda qilmay. Faqat yaqin kelmaydi ekansan juma. Yolg'iz bo'lsam qo'rqim kelib qolmaydi. To'la ichimni siqmay yo'linglarga mangsanglar bo'lmamdi. Uyinglarga berib och singilringlar bilan mongdishinglar. Dedim men zarda bilan. Havogul, ondoq achchig'ingni yomon qilma. Bizmo kechida kelganimiz yo'q. Ma og'inimiz Rahmonning son ko'ngli tushib qopti ekan. Shuni birga kelgan to'q. Birga kelishadigan har qaysi bir Rahmonning yangisimi?
Күндүзүн бирәсе бәмәптімі я? Толы кечеде чивинде хыңшымай yo'ldirg'in meni sil bo'larmikin? Havagel, unda qilmay mening bir eg'iz gapimni anglab qo'ygan, ha? Men seni rostli yaxshi ko'rib qoldim. Men seni yaxshi ko'rib qoldingmi? Hachab ishtik birsini yaxshi ko'rib qoladi ekansan. İştning ko'nglimi o sendiki ko'ngil? Voy, to'liq qovamay yo'qlar menga. Mayada suv ichayotganlar bor, alimal oldida satlashib yurmayli. Havagel, deb Rahmon gapining oxirini deb bo'g'icha to'satdan bir siymo paydo bo'lib gapning beliga tepdi. Balla, bu kechada nima ish qilyapsizlar deyman? Yo'g'on bir soqol chiqqan 3 er kishi bir qiz bolani xijil qilsanglar bo'lamda? Voy, g'ayratchi oda silimitinglar. Baya oldimda to'rib olgan uchchi u yoq bilan bir-birlab qo'l elishib ko'rishdi. Ya, adash, ma Rahman degan og'inimizning ish bo'lmanda. Bilib berish bersanglar bo'ladi deb. Og'inilar. Nemish bo'lsa-chu ati deyishayli. Menglar bizning do'konga berib o'tiramiz. Birar ish-pishlarni qilamiz. U yoqning bir eg'iz gapi bilan bayatdan beri meni avar qilgan bu rodopaylar tezla uzab ketishdi. Kecha bu g'ashqa kelgan kishining chiroyini aniq ko'ramadim. Faqat uning kelishgan qop-qora burtila alayda farqlanib turadi. Shu kishining bir eg'iz gapi bilan bu dishvorchilikdan tezlik qutuldi. Mening bu lukchak mijozim bilan bu nets bilan tuzuk bir narsa deyishay deb ko'nglimga pukibni qo'ygan edi. Buningdan burun u bolaga ancha diqqat qilmabdi ekanman. Shu kunidan keyin G'ayrat degan bu bolaga ancha-muncha diqqat qiladigan bo'lib qoldim. G'ayrat o'zi bozorda bir kichik talla bozor ochadigan bo'lib, savdosi xeyli yaxshi edi. Men pat-pat uning talla bozordan bir narsa oladigan bo'ldim. Har qaytim kirganimda u menga illiq muomala qiladi. Uzun chochlari yepib turgan, quyuq qoshlari orasidagi yo'g'on qo'y ko'zlari, chaqqanligini qo'yib olgan yarshimliq buruti uni salopatli ko'rsatdi. Balkim pul tepayotganligi uchunmikin, bakli huzur kiyinatdi. Nima uchunkin tang, mahallamdagi nachalari orqamga kirib olgan bo'lsa-mu, ko'nglimda ularni g'ayrat bilan selishtirib yaratmaydi. Shu o'y xayollarim qancha kuchaygan sari o'zimga shuncha ahamiyat beradigan, aynak to'liq qaraydigan bo'lib qoldim. Kiyimlarimni yarashtirib kiyib, har bozordan qolmaydigan, boshqa kunlarimni arlab G'ayratning do'konini yo'qlaydigan bo'lib qoldim. Uning shu xush tabassum chiroyini ko'gim kiplab turadi. Umi ko'nglimni bilgandek, menga gap qilgan chaqda qizirib ketadi. Ba'zi narsalarni pul olmayli berib yetadigan bo'ldi. Lekin men yuragimda saqlayotgan shu gaplarimni uningga qanday deyishni bilmayotdim. Aytgan taqdirdami uning menga qanday qarashi bir masala edi. Shundoq kunlarning birida tuyuqsiz beshimga baxt qushi qo'ndi. Orzularimni amalga oshdi. 18 yoshimning bu so'g'isidan amdila atlagan, yuraklari shu birini deb so'qiyotgan mendek biraylar uchun bu albatta olamchi baxt edi. G'ayratning uydagilar meni so'rab bizning uyga elchi kirgizibdi. Ichimdan chiqarmaganim bilan ko'nglimda xushal edim. Oltinchi qism. G'ayratning uydagilar meni so'rab bizning uyga elchi kirgizibdi. Ichimdan chiqarmaganim bilan ko'nglimda xushal edim. Mening ra'yimni so'rab kirgan onamga tatishib o'ltirmayli rozilik berdim. Shunda qilib, bu qo'shim qashliq yigit mening erim bo'lib qoldi. To'ydan keyingi kunlarimiz nihoyat xushal-xuram o'tdi. G'ayrat meni qadrlaydi, izzatimni qiladi. Men uningga qavatli amroq edim. Garchi to'ydan burun ishkaylan yolg'iz uchrashib, muhabbatlashib baxmagan bo'lsak-mu, muhabbatlashish degani to'ydan keyin qilib bo'ladigan ish ekan. Boshqalar ko'rib qolarmi deb tatinish yo'q. Butun dunyo bizning diyamisanmi, chiroyli yasalgan hujra uy bizning baxt qasrimiz edi. G'ayratning shirin muhabbatli chaqchaqlari, o'tliq nafaslari, illiq bag'ri meni o'ziga ram qilib olgan edi. Bu gaplarni sizga deb nima qilaman Shirali? Shundaqmi? Sizni zeriktirib qo'ydim haqcan. Hay yaqay. Zerikib qolmadim-ku. Shuni qiziqib anglayapman. Qiziq hikoyalar chiqyapti. Bundaq kechirmishlarimning borlig'ini o'ylab baqqanmidingiz Shirali? O'ylamagan. Lekin sening aytayotganlaringning rost ekanligini ko'nglim tuyib turadi. Mening shundaq bir kechmishlarim bor. Bir kunlar aytib beray-a.
Shuningga qaraganda ikkilimizla datmanlardan o'xshamamdiq. Shuna o'xshaydi. Datmanning qayashi deb toza tepishgan o'xshaymiz. Meningmi sana aytib berilgan nurg'un gaplarim bor. Avval seninkini anglayli. Ondan keyin men aytib beray, ha? Davomliq so'zlayvera. Qiziqib anglab o'tatdim toza. So'zlay undaq bo'lsa. Qarang Shirali. Hozirgacha o'ylab baxsam, g'ayrat bilan o'tkazgan ashu kunlarim mening hayotimdagi eng baxtli kunlarim ekan. Atigini u qiyammaslik ichida motosikletni haydab uydan chiqib ketadi. Kashda yana muhabbatli qadamlar bilan uyni topatdi. Ota-onamga qo'lidan keladiganini aymaydi. Gerçi qaynonamning men bilan toza xo'shi yo'q. Ochig'i kelib qolganda qalandarning qizi deb hayotimni qisimi. Hergiz anam seni mundaq deydi deb yenimga kirmaydi. Uyda buruqtirma bo'lib o'ltirvanmay do'konga berib yordamlashkin deb yeniga elib oladi. Men o birdan bo'lsam uning yenida turganligimdan xushal edim. Do'konga kelsamla, do'konni pakiz tozalab, narsalarni ratlab, birdan bekor turmaydim. Shu sababli ishlarimiz yurishib ketdimi, do'konimizning savdosimi yaxshi bo'ldi. Qaynonamga vaqti-vaqtida pul berib turg'ashqa, burunqidek ko'zimizga kirolmaydigan bo'ldi. Shundaq baxt ichida o'tayotgan bo'lsaqmi, ikkilanning bir afsuslanishimiz bor edi. To'y qilib 2-yilga kelgan bo'lsaqmi, hech farzandlik bo'lmagan edik. Balkim bu ish g'ayratning ichini siqayotgan bo'lsa kerak. To'y qilib 2-yildan keyin u o'zgarib oldi. Burunqiga o'xshamaydiganlar bo'lib oldi. Do'konning ishlarini menga tashlab qo'yib ketaverdigan. Savdo qilib tushgan pulni epli yo'qab ketadigan bo'lib qoldi. Keyin uqsam, u qimarga o'ginib qapti. Naladida o'ynab, kechalari aran o'yini topatdi. Savdo qilgan pul mushundaq yo'qab ketgan siri do'konning dasmisini azlab, do'konga molni kirgizmay qoldik. Necha qitim nasihat qilgan bo'lsam-mu anglamadi. Cho'nglarni nasihat qilib baxtdi, lekin hech bir foydasi bo'lmadi. Bir kunlarda tuzilib qoladi deb, kunlarni mushundaq o'tkaziverdi. Gerçi qimarga berilib ketgan bo'lsa-mu, menga amroqlig'i susishib qolmagan edi. Nasihat qilsam muloyim mushikdek o'ltirib anglaydi. Bir necha kun ta'sir qilgandekmi bo'ladi. 2-3 kun o'tibla yana o'z sanimiga dastaydi. Bir kuni u amdi uyga kirib turishiga eshik chekilib, g'ayratni tovulgan ovoz anglandi. G'ayrat shu hamon sirtga chiqib ketdi. Kimlar kelgandi deb orqasidan chiqsam, eshik oldida 2 kishi turibdi. G'ayrat chiqishig'la ular G'ayrat, bormisan? Necha kun bo'ldi bek jimib ketding ya? Necha kunning yoqi so'ringa o'zi kelib qolar deb hech korimiz bo'lmagan. Qarsoq bir hafta bo'ldi. U yergami bormiding? Shuni o'yinga izlab kelishimiz. Eliqi kunda so'rinda puling qolmay, pul berib tursang atli beraydiman deb bek yalvorib ketdim. Shuni tunishligimizning yuzi bilan berib turgan u pulni. Mana 15 kun o'tib ketdi. Shunga pulimizni berib o'tamki deb kelgan. Ha, Turg'unka. Ha, u kuni ta'lim kelib qolar deb ozroq bir nima qilib olaman deb o'ylasam, faqatla omadim kelmadi. Omaddan kelamdi, kammamdi, bizning uning bilan chatig'imiz yo'q degina. Qo'lni toniydi. Voy, bir gapimni bilmay turg'ina. Men shu qaytirib o'tay deb ko'p harakat qildim. O'zing bilasan, do'konning savdosi yaxshi emas. Qara G'ayrat, men to'la hikoya so'zlab emay, naq gapni qilay. Bugun pulni beramsa yo boshqa gap bormi? Undaqmi deyishib ketmaydi. Sen biz tunishmaydigan odamlar emas. Shunga bir necha kun ta'xir qilib tursang, men tayyor qilib besam, ha? Elimi tunishganmiz deb jihroyi qildim G'ayrat. Bugun zar og'nim og'an. Bugun menda pul yo'q. Shunga xafa bo'lmag'ana, ha? Hey, pulni og'ucha yolvorib yelinib ketadigansan. Bizning pulda bir onaning haqqi yo'q o'g'iti. Bo'lmasa xotiningni bir kun solab beramsan ya, kechaytma. Ya xumsi, nima deyapsan? Meni shunday odam ko'rib qoldingmi? Yelibika shunday degan og'zingni qoniga buyib etib yo'lga sep qo'yma yana, ha? Dapli uningga mushtanglab yugurdi. Qara G'ayrat, men nochilik qilma, ha? Ikkisi bir bo'lib G'ayratning yaqsiga esildi. U chaqda men chidab tura olmaydimmi? Yurapli keldim. Qo'lini tortisha va marazla. Men shundaq dapli bag'anchi berib, qattiq bir silkibla ularning qo'lini bo'shtibatdi. Voy, kim bu?
G'ayratning ayol o'xshamamda. Xeli akakchiligi va qizmi nima bu? Qaylan xonim, bizga nochilik ahmaydi. Pul bosili bo'ldi. Shuni taniymiz. Bo'lmasa, mushta tartishma o'ynaydigan ish chiqdi. Xijil bo'lmay mushu gapni da'vatamsiz turg'unka. G'ayratga qimar o'ynashni o'rgatgan siz. Pul tugagan bo'lsa bo'ldi, o'ynamag'in deydigan yerda turib, yana boz-boz chiqarib qiziqtirganmisiz? Voy o'kam, qaylan, a'larining qo'liga ding-dingni men tutqizib qo'ymadim. Ya qarz berib turay deb oldiga bormadim. Yig'lab, yolvorib oldimga keptike. Ichim og'rib pulni berib turgan xatoligimga anda deb ketmang juma. Muhtojlik. Achchiqdan yerilib ketgidek bo'lib qolgan G'ayratning chiroyiga qaradim. Uning achchig'imi 40 gazga chiqqan edi. Lekin haqning oldida o'zining tilqisinchiligi bo'lg'ashqa bir tal tamak tutashtirdi-da jimmida o'ltirib oldi. Uning bu bechora turqiga qarab, haqiqatan ichim siyrildi. 3 yilning oldidagi uning hiyliqi mardonaligi qiyni. Xato bosgan qadam odamning hayotini emas, balki xarakterini ko'rdan chiqasi kerak. Bir hazodan keyin turg'un jimjitlikni buzdi. Uzun gapni qo'yib, naq gapni deyli. Pulni qachon bersizlar? Bu kechida yana vari-vari qilib shursak, hammanglarga yaxshi emas. Nech pul edi shuni bir deysizlar turg'unka? 30 ming qo'y. 30 ming? Beshim parrada qaydi. Az pulmi bu? Men og'rinish ichida G'ayratga qaradim. G'ayrat beshini sangiltib jimmida o'ltiratdi. Mandaq bo'lsin turg'unka. Yana 2-3 kun saqlab tursizlar. Biz do'konni setib bo'lsinmi pullarni qaytarib beraylik. Ma'qul. Unda xeyri bo'lsa, yana bir necha kun saqlab turay. Shu vaqtimi bugünkidek qildigan bo'lsan G'ayrat, oson qutlanmaysan juma. Deb qo'yib, asta ketib qilishdi. Qanday qilatdiq? Bu ahvolda turgan G'ayratga yana topitani qilishning o'rni yo'q edi. Ming gap qilgan bilanmi bo'la ish bo'ldi. O'rniga kelmaydi. Shunda qilib, G'ayratning qarzini to'lash uchun do'konni sotadigan bo'ldik. Do'konimiz bozorning avat yerida bo'lg'ashqa tezlik xaridor chiqdi. Mallari bilan ancha baho tolishib yurmayli o'tkazbatdik. G'ayratning qarzi shunda qilib tugagan bo'ldi. Lekin G'ayrat do'konni o'tkazayotgandan keyin tugishib ketdi. Men etiziraqning ishlariga chiqib ketsam, bir haqiqatim yo'qlab chiqibmi qo'ymaydi. Uyning ishlariga qo'lini agir qilib qo'ymaydi. Hammadan yomon yeri aroqqa o'ginib olgan edi. Tush bo'g'ichi uxlab, bir chiqib kelsa yarim kechalarda mast bet qaytib keladi. Mas'ub qilib uyga kirganida meni o'radigan, tillaydigan ishlarni qilmaydi. Aksicha mendan bir hazog'ich kechirim so'raydi. Hava gul. Meni kechirgin. Men ezibdiman. Men seni baxtli qilaman, xushal-xo'ram turmushga erishtiraman deb turib, mana o'sha ahvolga tushib qoldim. Menmi o'g'il bolami, ha? Menmi er kishi bo'ldimmi? Meni kechirasanmi? Burunqidek men xush tabassuming bilan qarasanmi, ha? Hava gul, gap qila jinim xotin. Gap qilsang-chu. Deb bir hazog'ich apu so'rab ketadi. Ba'zida cho'p-cho'ngli bir er kishi bo'g'ini bilan o'ngrab yig'lab ketadi. Bundaq vaqtlarda uningga ichim og'rib qoladi. Bo'yniga gras silib, men yig'lab ketadi. Lekin ahatsi bo'lsa, kechadagi ishlarini pak-pakiz unutib o'z qilg'ini qiladi. Bir kuni G'ayrat yarim kechalarda oshqandan keyin uyga kelmadi. Kech soat 1lardan oshqandan keyin uningdan xabar yo'q. Ansizlikda qapasga tushgan qushdek tipirlamoqda edi. Qaysi vaqtlar bo'ldi-kinta bir chaqda eshik kuchli qiqildi. Eshik qiqilish bilan yuragim qartada qilib qoldi. Uydan chiqib eshik tarafga berib bo'g'icha birining ovozi anglandi. Havagul. Ha, mana. Kichikroq eshikni-chi? Men tez qadamlar bilan berib eshikni ochdim. Ochdim-yu, turgan o'rnimda dam qetib turib qoldim. 3 chaqliq motosikletda yuzi yepig'liq bir kishi yotqizilgan edi. Uninggacha harvini o'ylig'i akirdi. Men asta berib raxtni qayradim. Bu G'ayrat edi.
o'zimni tutib ololmay g'ayratning ustiga o'zimni atdim. Canım g'ayrat, menga bergan va'dangni unutib qoldingmi? Nimandaq tez ketib olasan g'ayrat? O'rningdan turg'ina. O'rningdan turib, menga tunji qatimdagidek kulimsirab qarag'ina g'ayrat. Sensiz men qandoq yashayman? Yuzingni aşkına g'ayrat. G'ayrat. Ko'z yoshlari sal kabi uning uchi qolgan maydasiga to'kilmaydi edi. Men yosh yo'q ko'zlarim bilan uningga oxirgi qaytim qaramoqda edim. Uning qop-qora qoshlari orasidagi nurliq ko'zlari tabassum bilan o'chiq ketgan edi. U balkim oxirgi nafaslarda bo'lsin, bu dunyoga kulib qarag'isi kelgandi. Yoki menga hasratli chiroyini ko'rsatgisi kelmay, xush tabassumi bilan ketgandi. Qo'llarim bilan uning ko'zlarini yumdirib qo'ydim. Uning soqol bosgan yuzini oxirgi qaytim bo'lsin bir silib oldim. U shundoq g'amsiz ketgan edi. Canım g'ayrat, men uchun bo'lsimi yashasang bo'lmasmidi? U kuni g'ayrat g'arq mast etdi, mototsiklni haydab uy tarafga mangankan. Bek mast bo'lib ketganligidan bo'lsa kerak. Bir vaqtlarda yo'lning chetidagi o'rmon balvog'iga tushib ketibdi. Kechida bu yo'ldan o'tadigan odamlar bo'lmag'ashqamikin, tong sahargacha shu yerda yetibdi. Tong saharda boshqalar kelib qarasa allaqachon tiniqdan qolgan ekan. G'ayrat o'lib ketgandan keyin burunqi illiq uyimiz menga bakli sovuq bilinadigan bo'lib qoldi.